Assalomu alaykum hammaga. Bugun Toshkent viloyati Quyi Chirchiqdamiz. Sabab bugun bega 10 sotiylik katyolimizni o'rnatdik. Sizlarga tushuntirib beramiz. Avvalo bu inson 2 marta katyol olgan. Ikkita katyoli yaxshi bo'lmagan, isita olmagan. Uchinchisini ham olgan, oxiri keyin 4-chi katyol qilib bizni katyol oldi. Sabab nega bizni katyolni oldi, shuni tushuntirib beraman. Birinchi navbatda mana sistemadan boshlasak, sistemalar stilajda pastida bo'lgan, keyin radiatorda. Yaxshi ko'rinadigani bor, men yoqda sistemani shuni tushuntirib beraman. Birinchi navbatda sistemani qanday qilish kerak, qanday qilsa yaxshi bo'ladi, ashulargacha tushuntirib beraman. Sabab adashib qolmaysiz. Nima desam ekan, mana shu inson ham ancha pulga kuygan. Shu teplitsani masha aynan shu teplitsa muzlab qolgan, muzlab qolib ancha ish ko'rsatgan. Keyin Bahodir aka Qulpinoychi inson shu yordam bergan. Shunaqa qilib o'nglashgan. O'ta ham qiynalgan. Sizlarga aytsak, bunda sistemamiz mana stilajdaga ketgan. Keyin bitta obratkadan qaytadi. Mana radiatorlar ham bor. Bu tandon suxonasi ekan, 2 qavat ekan. Sizlarga hozir ko'rsatamiz. Katyollarni ham ko'rsatamiz. Nima sababdan nima bo'lgan, shulargacha aytamiz. Mana sizlar tanigan katyol. Bu katyolni ko'pchilik so'raydi. Qanaqa katyol, nomi nima deydi. Bu katyolimizning nomi Andijon katyollari. Andijon. Hozir mana bu ham sistemasi. Mana endi ko'rishingiz mumkin. Bu Qulpinoyga mo'ljallangan. Buni orasi 86 anaqa. Qulpinoyga mo'ljallanib nima bo'lgan. Endi mana sizlarga aytsak, mana padachi 3 ta teplitsada, 3 ta teplitsa bo'linib ketgan. Mana padachalar 3 ta. 3 ta bo'lib nima bo'lgan. Obrotkani bitta qilingan. Endi sizlarga sistemani aytib beraman. Mana buni padacha ketyapti. Mana shunda yaxshiroq ko'rinib, yaxshiroq nima bo'ladi. Shu sababdan padacha ketdi, mana kelib urildi padacha. Padacha urilgandan keyin mana undan keyin tushadi pastga. Tushib turib oxiriga ketadi. Oxiriga ketib, shu holatda nima bo'ladi. Endi bu tomondan ko'rinishi endi sizlarga aytsam, mana ilk kadrda olamiz. Mana ko'ryapsizlar. Sizlarga tushuncha bo'lish uchun sabab sistema teplitsani ichida qanday bo'lish kerak, qanday bo'lsa yaxshi ishlaydi. Undan tashqari birinchi navbatda suv aylanib kelishi yaxshiroq bo'ladi. Misol padacha 70 ketdi, 70 qaytib keladi. Shunday holatlar qilish mumkin. Shunda misol o'zingiz o'ylang, 70 ketyapti turgan narsa 70 kelyaptimi? Bateriya bo'lmayapti turgan bo'ladi. Bateriya bo'lmayaptimi? Bu ko'miringizni tejashga olib keladi. Shunaqa holatda. Birinchi navbatda mana iyada mana keldi, mana ko'ryapti turgan bo'lsangiz, urilib bu yoqqa ham oqib ketyapti, bu tomonga ham oqyapti. Endi mana tushyapti pastga, tushib turib
orqa tomonga mana ketdi. Endi bu sistemani birinchi sizlarga aytsam, qanday afzalligi bor. Birinchi navbatda afzalligi bu kelib turgan qaynagan suv mana bilsanglar bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8ta. 8tadan bu bittada tushadidan keyin 8ta emas 9ta ekan. 9tadan bitta tushadidan keyin hamma turba isiydi. Hamma turba isigandan keyin bunda teplitsani ichi tez isiydi. Shunaqa holat. Endi misol ko'pchilik men bilganim mana shunday nima qiladi? Podacha mana bitta boradi orqaga borib turib keyin mo'lardan qaytadi. Unda o'ylang. Misol mana 9ta mana sizga aytsam 9tasi yaxshiroq istammi yo bittada borgan yaxshi istammi? U bittada boradi, keyin mana ular qaytadi. Shunaqa holat bo'ladi. Bunda birinchi issiq suv kirib turib hammasiga tarqayapti. Shunaqa holat. Shuni to'g'ri tushunaylik. Misol sistemani eng yaxshi shu sababki mana ko'p insonlarga qilib berdik, manfaat topdi. Endi misol mana sizlarga aytsam, birinchi navbatda bu ikkita ko'chatni o'rtasida bo'ladi. Bu endi stilajga mo'ljallangan, buni orasi toriladi. U nimada bo'ladigan bo'lsa 1.40 shunaqa bo'ladi. 1.40, 1.40 dan oshiqroq bo'ladi. Ikkita ko'chatni o'rtasida bo'lgandan keyin birinchi o'rinda yerga issiqlikni urib beradi, ikkinchi navbatda mevalarni oldida, keyingisi mana teplitsa bo'ylab hamma joyda bir xilda bo'ladi issiqlik. Issiqlik bir xil bo'lib, holati yaxshi bo'ladi. Endi mana hammasida tushib ketdi orqaga. Orqaga ko'rsatamiz. Shu turbalar bo'ylab suv, qaynagan suv ketaveradi orqa tomonga. Orqa tomonga ketib, oxiri borib shu nimaga uriladi. Mana hammasi keldi. Kelgandan keyin bitta mana shu turbada qaytadi. Mana pastdan o'zi qaytgan. Mana bittada qaytyapti. Shuncha suv bittada qaytyapti. Endi shularda hammasida issiq suv kelyapti. Buni o'zida bitta o'zida obratga bo'lib, bunda sovuq suv qaytyapti. Shunaqa holat. Yoqdan issiq suv ko'p turbada kelaveradi, bunda bittada sovuq suv qaytaveradi. Shuni oqibatida teplitsani ichi yaxshiroq isitadi. Ko'pgina misol 9tadan ko'proq issiqlik chiqadi. Sirasi kiradidan keyin issiq suv tarqalib ketadi. Tarqalganda yaxshiroq issiqlik chiqaradi. Shunaqa holat, shuni tushunaylik. Shunday misol yangi inson qilyap turganlar yoki misol kerak bo'lganlar shunday qilsanglar yaxshi bo'ladi. Misol nimaga pomidori, badring, boshqa bolgarskiy ularga misol kattaroq ekiladi. Pushtasini orasi katta bo'ladi. Ishlardiki ham bor videosi, sistemasi ko'rsanglar bo'laveradi. Misol bunda 80 bo'lib qolgan. Bu kulpunoyga mo'ljallangan. Shunaqa holat. Endi nima desam ekan? Birinchi navbatda hamma narsani noldan yaxshi qilish kerak. Boshidan yaxshi qilish kerak. Sababki siz 10 sotikka kamida 60-70 million pul sarflaysiz. Agarda adashadigan bo'lsangiz bitta joyda bo'l tamom. Qanchadir vaqtingizni, pulingizni, energiyangizni sarflaysiz, kuyasiz. Shu sababdan misol ko'z ko'rona ish qilmanglar. Hamma yo'lda fikr qilinglar, faqatgina fikr. Allohdan so'rab, avvalo Allohdan hammasi. Holat. Endi mana biz yo'llarni sizlarga bir qator nimaga sababdan bu yerda istonmagan, nima sababdan sovuqdan muzlab qolgan. Mana bu yo'limiz bitta, shu yo'l, mana ikkinchi yo'l. Manosi menimcha 7 sotikka mo'ljallangan.
narigisi 5 sotik kelgan qo'shilgan. Ayna qo'shilib nima qilib kelgan. Endi o'ta desam ekan, qiyinchilik nima bo'lgan ekan. Har doim aytganimdek, bu kitob kat yo'l. Kitob kat yo'l ekan. Endi eng qizig'ini aytsam, men hayron qolganim, bu 22 million ekan. 22 millionga olgan ekan. Buni 18 millionga olgan ekan. 22 millionga mana mashkat yo'l. Endi mo'kat yo'lni qaranglar. Mana 22 million 10 sotikka mo'ljallangan kat yo'limiz kattaligini. Bu hazlakam katta emas. Buning ichida bunda faqatgina to'rttalis bilan yasalgan. Bunda turba, profil hammasi nima? Endi to'g'risi uylarga qo'yiladigan mo'ljallangan nimani qo'yish kerak emas. Sabab shuncha mehnatga kuyib qolish mumkin. Shunaqa holat endi. Ichkari tomonni ochib ko'ramiz hozir. Mana papka, kitob deb qo'yadi. Teplatmennik deydi. Shu holatda. Bu sabab nimaga istimagan, nimaga desanglar, istimasligini sababi birinchi navbatda buni ichki tomonida suv bo'linmagan. Shu sababdan. Yo misol qancha miqdorda isitadi, o'zi isitmaydigan narsani o'zi bo'lmaydi. O't yoqqaningizdan keyin isiydi-yu har qanaqasiga. Lekin gradusda yoqasiz 12 ushaydi, 10 aynaqa holatda ushab turadi. Bunda bu yerda 5-6 ushagan ekan. Endi misol ko'p yoqilg'i yoqadigan bo'lsangiz, yaxshiroq ushaydi lekin. Shunaqa holatda. Bu mana buni zavod ekan. Zavodda ishlab chiqarilgan, u qanaqadir nima ekan. Shu kat yo'limiz rasvo chiqyapti, bu ham o'ta rasvo. Mana qarang, chukun nima qilgan ekan, suvli qilmagan ekan ham. Shunaqa holatlar. Endi misol 22 million, 8 million nariyada yana bitta kat yo'l turibdi. U ham endi nima desam ekan, bular mo'ljallangani ko'proq uyga mo'ljallangan. Teplitsa bilan uyda farqi bor. O'ta ham katta farq bor. Uyda izolyatsiyasi o'ta kuchli bo'ladi. Undan keyingisi uyda radiatorlarda meni bilishim bo'yicha 5 litr bitta radiatorda suv bo'ladi. Bu uyda bo'ladigan bo'lsa, общий 50 litr ham suv bo'lmasa kerak. Shunaqa holat bo'ladi. Bu teplitsada bo'ladigan bo'lsa, mana hozirgi momentda 1100 metrdan oshiqcha turba ketdi. Buni ichida suvni miqdori 2,5 tonna suv bor. 2,5 tonna suvni qaynatib berish kerak-ku. Shunaqa holat. Shuni hisobga olish kerak hamma narsani. Bu 2,5 tonnani hayotda isitib bera olmaydi. Shunaqa holatda tushunish kerak. Uy bilan teplitsani farqi bor. Endi teplitsada 2,5 tonna suv bo'lishining sababi shu miqdordagi misol turba kiradi. Kirgandan keyin shundagi issiqlikni chiqarib beradi. Kat yo'l 2,5 tonna suvni qaynatib bera olish kerak. Shunaqa holat. Misol kat yo'lda обязательный vazifasi bu suvni qaynatib berish kerak. Bu hozir qo'ygan paytda bo'lgan bo'lsa, turbani hisobi radiator bo'lgan turba. Boringki 57 turba, hech qancha turba bo'lmagan. Aynaqa holatda endi nima desam ekan, bizda manaqa narsa bor. Endi hammamiz yasab, qilib
nimani bilib bilmasdan sotib nima qilyapmiz, hammada xatolik bo'ladi. Eng avvalo xatoni to'g'rilash kerak. Sababi nima desam ekan, shuncha harakat qilib, nima qilib bitta odam tirikchilik qilaman deb qilsa-yu, bunaqa holatga kelib chiqsa, bu achinarli holat bo'ladi. U o'zingiz tanangizda his qilmaganingizdan keyin uni o'zingiz tushunish qiyin. Tanangizda his qilasiz, keyin bilasiz. Bunaqa holat. Misol, bizda ham xatoliklar bo'lgan. Biz ham to'g'rilaganmiz. Joyida to'g'rilasangiz, shunda oldinga yurasiz. Ochig'i. Uni o'zingiz ustingizda ishlamaydigan bo'lsangiz, 50 yil usta bo'lgan taqdiringizda ham uni farqi yo'q. O'zingiz ustingizda ishlasangiz keyin. Bu 5 yil bo'lgan usta ham qilashi mumkin, zo'r qilib. Sizdan ko'ra yaxshiroq. Bunaqa holatlarga keltiradigan siz bu sinib ketasiz. Misol mana bizni kat yo'limizda ochig'i mana shu 22 million. Agarda shundan kattalarimiz misol mana 50 sotikda aytaylik, 50 sotiklik 100 millionga chiqadi. 100 millionga chiqadigandan 10 tasi qaytib keladigan bo'lsa, u yomon holatga kelib qo'yadi. Shuning uchun buni o'ylab ish tutish kerak. Qilshagan deb qilavermash kerak. O'ylab, hamma yoqda fikrlab, Xudodan avvalo Xudodan so'rash kerak. U Xudodan so'rasangiz, keyin hamma yo'q bo'ladi. Endi akalar, biz o'zimizning kat yo'l haqida gapirsak, mana 10 sotikka mo'ljallangan kat yo'limiz. Eng avvalo nima kat yo'llarda afzalligi bor deganlarga, kat yo'limiz inshaalloh O'zbekiston bo'ylab eng yaxshisi deb ayta olmayman. Sabab nimaga deyapsan desanglar, mana qo'ygan kat yo'llarimiz ko'pi ishlamagan kat yo'llarni o'rniga qo'yib beryapmiz. Aynaqa endi u ishlamasdan nimaga ishlamaydi ular desa, ishlaydi. Ishlab nima bo'ladi? Ularniki ham yo'q, yoqilg'ini ko'p yoqadigan, undan tashqari yaxshi isitib bera olmaydigan kat yo'llarni o'rniga qo'ydik desam to'g'ri bo'ladi. Misol ular ham isitadi, yaxshi nima bo'ladi. Aynaqa holatda buni endi misol mana men aytib ketay, nimaga unaqa yoqilg'ini ko'p ishlatib yoradi? Uni ichki tomoni qanday bo'lgan, shunga qarab tashqi ko'rinishi hech narsani hal qilmaydi insonlar. Shunaqa holat. Endi mana biznikini farqi nimada desangiz, birinchi navbatda zo'r isitadi. Har qanaqasiga zo'r isitadi. Bu minus havolarda. Xohlaganinglarcha yoqilg'i yoqmaysizlar. Me'yori bor yoqilg'ini ham, xudo xolasa. Endi ikkinchi navbatda yoqilg'ini tejab beradi. Misol gradusda zo'r ushlab ham yoqilg'ini tejab beradi. Bu zo'r natija. Yoqilg'ini tejab beradi. Misol xohlasangiz, birinchi qo'ygan insonlarimizni nomerlarini beramiz, gaplashib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ular ham xuddi shu holatga tushgan ko'pchilik insonlar. Ochig'i ko'pchilik qiylanib, bezib ketgan. Shunda nima desam ekan, Xudoga ming qatla shukr, biz joniga orom kirdik. Kat yo'limizni qo'ydik. Yaxshi bo'ldi. Minnatdorda endi nima desam ekan. Shunaqa holat. Endi 3-navbatda mana ko'mir tejab berib, 3-navbatda dimoxoddan issiqlik chiqib ketmaydi. Dimoxodni bemalol ushlab tursanglar bo'ladi. Dimoxoddan issiqlik chiqib ketmaydi. Dimoxodni ko'rsanglar, bunaqa nima bo'lib ketadi-yu. Ko'karib, nima bo'ladi? Chiqib ketadi. Bizda u holat kelib chiqmaydi. Xudo xolasa. Bemalol ushlab turishinglar mumkin. Misol qo'ygan insonlar yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Mana sizlar qo'ydinglar, bildinglar, ko'rdinglar. Shunaqa holatda. Endi undan keyingisi menga aytishgani, endi men uni bilmardim. Qolgan kat yo'llarda, misol qishda sovuq kunlarida termostatni 90 ga qo'yib bo'lmaydi ekan. 90 ga qo'ya olmaydi ekan.
ko'pchilik ishlaydi. Endi bizni nimada 4-inchisi termostatni 90 ga qo'ysangiz ham o'chib yonadi. Xudo xolasa. O'chib yonib, misol o'chib yonish qanday? O'chadi, termostat ulitgani o'chiradi, dam oladi. Qanchadir miqdorda 5 minut. Men ko'p bilganim 5 minut dam oladi. Dam olishda. Shu sababdan ko'mir teja beradi. Dam olgani uchun ko'mir tejaydi bu. Bo'lmasam qanaqa qilib ko'mir tejaydi? Bu vang'illab yonib turaversa, ikkita ulitka, mana bu yerda bitta ulitka, ikkinchi tomonda yana bitta ulitka. Shu vang'illab yonib turaversa, unda unaqa bo'lmaydi. Bu ko'miringizni yoqib tashlaydi. Endi aytib o'tilgan hamma natijalar boshqa katyollarda kuzatilmaydi. Hozirgi momentda kuzatilmaydi. Nimaga desangiz, men o'zimizga o'xshagan katyollarni ko'rgan yo'qman. Misol olyapti turgan insonlar ham rosa surishtirishyapti, menga telefon qilib aytishdi, meni jo'natadi, ko'ramiz. Umuman kuzatilgan yo'q. Birinchi navbatda endi men aytib o'tishim kerak. Akalar, olyapti turganda nimaga e'tibor berish kerak? Olyapti turganda birinchi navbatda bu katyolni ichki tomoniga e'tibor berishga, qanday bo'lgan, qanday tuzilgan, shunisini sal-pal bilib qo'yish kerak. Endi mana qishda sovuq kunlarida birinchi navbatda termostatni nechiga qo'yib yoqasiz. Undan keyingisi misol nechidan nechigacha yoqiladi. Ashularni bilsanglar bo'ladi. Ashundagina mana men sizga aytsam, termostatni 75-80 ga qo'ysangiz, shu datchi 70-80 ketsa, ichkari tomonda yaxshi haroratda ushlab turgan bo'ladi. Shu sababdan bilib qo'yaveringlar. Mana shu sizga aytib beradi. 70-80 ketsa bo'ldi. Shunda siz teplasangiz ichi yaxshi siyab turgan bo'ladi. Shunaqa holat. Endi nima desam ekan? Kuyib qolmasliklarini ta'minlash uchun endi misol bir-birimizga har qanaqasiga yordam berish kerak. O'zi bizning soha shumi, shu sohada bir-birimizni qo'llash kerak. Birinchi navbatda mana katyol olmoqchimisiz yo sistema qildirmoqchimisiz? Bizni katyolimizni olmagan taqdiringizda ham bemalol telefon qilaverasiz. Mana bu tomondan kirib, u tomondan chiqib ketamiz. Katyolni hamma narsasini bilamiz. Qanday bo'lish kerak, qanday nima qilish kerak. Hammasini. Sizga misol foydali maslahatni beramiz. Katyolni olmagan taqdiringizda ham birinchi navbatda qildiryapsizmi, sistemangiz qanday bo'lishi kerak? Telefon qiling, tushuntiramiz, sizga eng maqbul variantini aytamiz. Siz pul sarflayapsiz, pul sarflaganingizdan keyin kuyib qolmang. Biz shuni mutaxassismizmi? Sizga aytamiz. Sizdan non-suv talab qilmaymiz, u kerak emas. Biz faqat maqsad siz kuymasligingizni, sizdagi teplitsezda qilinayotgan turgan ish o'ta unumdor, yaxshi bo'lishini ta'minlash. Shu xolos. Telefon qilsangiz aytamiz, sistemangiz mahinday bo'lishi kerak. Katyol olmoqchimisiz? Katyolingiz. O'zimizni katyolni tushuntiramiz. Katyolingiz qanaqa bo'lishi kerak? Uni tushuntiramiz. Katyolni agar boshqasini topadigan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Telefon qilsangiz, Telegramdan tashlab berasiz, ko'ramiz. Katyolingiz yaxshi ekan, katyolingiz ko'mirni teja beradi, yaxshiroq isitib beradi. Qish paytida, sovuqlarda sinovdan o'tadi. Olavering, bo'laveradi. Yo'q, ikkinchi variant bo'lmaydigan bo'lsa, yo'q, buni olmang. Bu bo'lmaydi. Sababi nimaga bo'lmaydi? Birinchi navbatda yaxshi isitolmaydi. Ko'miringizni teja bermaydi. Bu holatlar kelib chiqadi. Siz yutkizib qo'yasiz. Bekardan olmang, bu kerak emas deb aytib beramiz. Misol shunday qilsa yaxshi bo'ladi, eng avvalo. Keyingisi shunda siz yutuqda bo'lasiz.
aynaqa holat. Endi bunaqa holatga kelib tushmanglar inshaalloh. Hamma kato'lam inshaalloh isitsin, yaxshi bo'lsin. Nima desam ekan, endi avvalo mana shuni qilgan inson ham bunga ancha mehnat sarflagan, mehnat qilgan. Endi bu sotyapti turganda ham avvalo u nima desam ekan, Tbilsida qancha объемda suv bor, qanaqa bo'lgan, shularga e'tibor berib nimasiga, Tbilsida sistema qanaqa bo'lgan, shularni nima qilsa bo'ladi. Endi buni ko'z ko'roni bermash kerak. Berib, sotdim, ishim bitdi. U bilan bo'lmaydi. U bilan avvalo o'zi oyog'iga bolt urib turgan bo'ladi. U yutkazadi-da, bo'ldi, endi bu inson yutkazyapti. Bu rahmat aytmaydi hech qachon. Rahmat manaqa demaydi. Xudoga ming qatla shukr, alhamdulillah. Mana biz qo'ygan bo'lsak, hammasi rahmat aytib kelyapti. Shunaqa holatlarda mana endi biz ham aytib ketish kerak. Bizda ham o'tgan yilgi xatolarimiz bo'lgan. Bu xatolar to'g'rilanib, boshida xato bo'lgan. Eshiklari kichkina bo'lib qolgan, eshiklarini katta qildik. Xudo xolisa orqa tomonda tozalash tizimlari hamma yoq zo'r bo'ldi. Kimiki kichkina bo'lib qolgan bo'lsa, eshiklari ming bor uzr. Shunaqa holat. Endi mana katta yo'lga yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mana katta yo'limizga yaqinroqga kelamiz. Bunkerini 10 sotikka mo'ljallangan katta yo'limiz. Bunkeriga sig'imi 200 kilo, 200 kilodan oshiqroq sig'imda bo'ladi. Shunaqa holatda endi yoqilg'i yoqishi eng sovuq paytlarda boringki 220 kilo, 230 kilo yoqishdi. Endi men nima desam ekan, yoqqanini aytaman. Yoqqani shunaqa holat 4 dan boshlab 8 gacha yoqildi. Termostatni 75 bilan 80 da o'rtasida qo'yildi. Aynaqa holatda qo'yilib yoqildi. Endi bunda nima desam ekan, ichkari tashqari tomon 7, shunaqa bo'lsa, ichkari tomon +20 ushlab turadi. Bir xilda. Misol buni gradus tushib ketib qolmaydi, umuman tushmaydi aynaqa holatda. Endi birinchi navbatda mana shularni tushundinglar. Birinchi navbat dastdagi eshigi katta, mana kulini olgani, undan keyingisi bu yerdan ko'mir solinadi, nima bo'ladi? Turbalari tozalanadi. Turba bu tomondan ham misol tozalanib, ikkinchi navbatda bunda tepa tomonda ham tozalanadi. Tepa tomonda ham diametri katta, o'ta katta eshik bo'ldi. Shunaqa holatda shundan ham tozalanadi. Undan keyingisi shu yerdan ham tozalanadi. Profillarimiz shu yerdan tozalanadi. Undan keyingisi bu dimoxod. Dimoxodda ham tozalanadi. Dimoxoddan xudo xolasa issiqlik hech ketmaydi. Undan keyingisi qurum nimalar bo'lsa, shu pastga qarab tushadi. Mana u nimadan o'tib pastga qarab tushadi. Bu qurumlarni ana bu yerdan olib tashlaymiz. Shunaqa holat. Endi bunikini profillarnikini olamiz. Bu yerdan olinadi. Mana shu yerdan olinadi. Shunaqa holatda. Tepadan ham olib maqsa bo'ladi. Havo tizimlari shunaqa holatda. Endi kimki shunaqa holatga tushmaslik uchun oldindan misol qilyap turgan ishlarga e'tibor beringlar. Avvalo. Agar rahmat, kimgaki shunaqa katta yo'llar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa uyaltiramiz inshaalloh. Bizniki misol bunaqa holat bo'ladi.
Faqat gapni o'zida emas, xohlasanglar bitta notarius qilasizlar. Isitmaydigan bo'lsa qaytarib olishga. Shunaqa holat. Rahmat hammaga.